Agar siz SEO sohasida kuchli mutaxassisga aylanmoqchi bo'lsangiz va ushbu sohada yuqori daromadga chiqishni istasangiz, sizga eng kerak bo'ladigan bilimni aytaman. Bu content makerlik ko'nikmalari. Assalomu alaykum. Men Abror Ahmedov 7 yillik tajribaga ega SEO mutaxassis va 8 qismdan iborat bo'lgan SEO bo'yicha bepul dars tashkil qildim, bilasizlar. Bugungi darsimiz o'rtoqlar juda ham muhim, sababi SEO yuragi, ya'ni content makerlik haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Faqat eslatib o'tib ketaman, bugun dars ko'rishdan oldin albatta bundan bitta oldingi darsimiz, ya'ni 8 qismdan iborat bo'lgan ushbu SEO bepul darsim bo'layotgan bo'lsa, birinchi darsimni albatta sahifamda ko'ring va uni ko'rgandan keyin bu darsga qaytib kelib, buni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bu darsda sizlarga juda ham go'shli ma'lumotlarni beraman. Xo'p, unaqada kelinglar, darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsda sizlar bilan Instagram profilni to'g'ri qadoqlash, content nima va content turlari va content uchun ideya topish haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, kelinglar, unaqadagi boshlaymiz. Instagram profilini qadoqlash. Nimaga darsni aynan shu mavzudan boshlanyapman? Bilamizki, o'zi odatda mana ijtimoiy tarmoqlarda SEO oladigan bo'lsak, hammasi baribir profilingizni qadoqlanishdan boshlanadi. Profilingiz chiroyli bo'lmasa, qadoqlangan bo'lmasa, ming siz content qilsangiz ham, reklama yoqsangiz ham, bu profil professional bo'lib ko'rinmaydi va ishonchli bo'lib ko'rinmaydi. Natijada siz ertaga mijoz bilan ishlasangiz ham natija qilib bera olmaysiz, sotuvlar qilib bera olmaysiz, obunachilar ko'paymaydi. Sababi sahifa, ya'ni profil ishonchsiz bo'ladi. O'shaning uchun keling, men sizga o'z telefonimni olib, primerlarda bu narsa qanaqa ishlashini tushuntirib beraman. Xo'p, misol uchun men o'zimni Instagramdagi sahifamni oladigan bo'lsam, birinchi navbatda tepadagi username Sincerely Abror. Bu kompaniyaning nomi bo'lishi mumkin yoki o'zingizni qanaqadir noyob, unikal, hech kimda yo'q ismingiz bo'lishi mumkin. Bu ya'ni ism familiya ham bo'lishi mumkin. Shaxsan meni misolimda bu Sincerely Abror. Ya'ni Sincerely degani samimiyat ila, Abror degani ingliz tilidan tarjima qilsak. Undan keyin Abror Ahmedov chiziqcha ismim deganman. Nima uchun bunaqa qilingan? Sababi bu ключевой so'z. Ya'ni odamlar Abror Ahmedov deganda ham chiqib keladi yoki ismim deb qidirganda ham meni profilim chiqib keladi. Ya'ni bu ключевой so'zlar. O'shaning uchun обязательно bu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Misol sizda mebel proyekti bo'lsa, mebel, divan, stul, kreslo, misol mana shunaqa ключевойlarni, ya'ni ключевой so'zlarni qo'shib qo'yishingiz mumkin profilingizga. Yoki sizda aytaylik, stomatologiya sohasi bo'lsa, stomatologiya, brekti, misol uchun dentist, misol uchun mana shunaqa so'zlarni yozib qo'yishingiz mumkin. Toshkent deb qo'yishingiz mumkin, чтобы toshkentdaligingizni bildirish uchun. Ya'ni bu hammasi o'sha odamlar katta ehtimol bilan qidirishi mumkin bo'lgan so'zlar. Undan keyin pastda nimalar yozishimiz kerak? O'zbekistondagi eng yirik SEO agentligi asoschisi debman. 2017-yil sohaga kirib kelganman debman va hozirgacha 200+ mamnun mijozlar deb turib, pastda o'zimni Core Digital, ya'ni SEO agentligimni profilini atmetga qilib qo'yaman. Xo'p, bu narsa o'zi nimalar yozilgan bo'lishi kerak bu qismida. Siz kimsiz? Nima yutuqlarga erishgansiz? Va profilingizga kirgan odam nima o'zi uchun oladi? Aynan shu narsani olish kerak. Misol uchun sizda mebel magazini bo'lsa, ya'ni mebel bo'yicha profil yuritayotgan bo'lsangiz, siz nimalar mashqda yozishingiz mumkin edi. Albatta, kimligingiz. Ya'ni misol uchun O'zbekistonda misol aytaylik 1998-yil, 2000-yildan beri xizmat ko'rsatib kelamiz. Hozirgi kungacha minglab mijozlarga mebellar yasab berdik. Misol mana shu narsani yozishingiz mumkin. Profilimizda mebel tanlashi, sifatli mebel ajratish yoki umuman mebel sohasiga oid bo'lgan foydali ma'lumotlarni o'rganib borasiz deb qo'ysangiz, odamlar misol uchun o'sha qiziqarli ma'lumotlarni kutishga harakat qiladi. Agar profilingiz sizni faqatgina sotuvga qaratilgan bo'lsa, o'tuvchi o'zingizni noyob sotuv taklifingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun har bitta kompaniya o'zining noyob sotuv taklifi bor. Misol uchun 6 oydan 24 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati. Misol mana shu narsani yozib qo'yishingiz mumkin. Bepul yetkazib berish, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish. Misol uchun sifatli, premium klassdagi mebellar. Misol mana shunaqa so'zlarni yozib qo'yishingiz mumkin. Bu hammasi o'zingizning kompaniyangizni nima plyuslari bor, nima noyob sotuv takliflari bor, qanaqa yutuqlari bor, mana shu hammasidan kelib chiqib bu yoqda yozishingiz mumkin. Va albatta call to action degan narsa bo'ladi. Ya'ni odamlar o'sha narsani o'qigandan keyin nima qilish kerak? Keyingi etap nima? Ya'ni ulardan foydalanish kerak. Yoki SEO xizmatingizni sotasiz yo mebelingizni sotasiz, to'g'rimi? Mana shu yerga nomer qo'ysangiz bo'ladi, veb-saytingizni qo'ysangiz bo'ladi, zakaz uchun misol adminni qo'yishingiz mumkin, misol profilini yoki Telegram kanalini, to'g'ri? Telegram profilini. Meni misolimda ham xuddi shunaqa Core Digital asosiy agentsiyamni qo'yganman va undan keyin alohida stranitsalar, ya'ni ссылкалар bor. Bu yerda SEO kursim, SEO xizmatim, tekin darsliklar deb qo'yganman. Ya'ni odamlar o'ziga kerakli bo'lgan narsani topib o'shanga kirishadi. Rasmga keladigan bo'lsak, rasm o'zi odatda yuzingiz yaqindan tushgan, mana shunaqa rasm bo'lishi kerak. Orqaga qarab turgan, yonga qarab turgan,
bir uzoqdan tushgan rasmlar bo'lmasligi kerak. Yuzingiz явный ko'rinishi kerak. Agar sizda shaxsiy brend bo'lsa, agar kompaniya bo'lsa, odatda kompaniyani logotipi turadi. Xo'p, undan keyin aktualnilar, ya'ni mana shu dumaloqlar, highlightlar deyiladi. Bular nimalar turadi bu yoqda? Bu yoqda asosan odzivlar bo'lishi mumkin, assortimentlar, manzil, bog'lanish uchun, misol uchun nomer, shunga o'xshash odamlar misol uchun qidirishi mumkin bo'lgan, постоянно qidirishi mumkin bo'lgan narsalar. Misol menda nima? Meni ishim, misol qaysi kompaniyalar bilan ishlaganman, o'zimning kompaniyam, shogirdlarim sohaga qanaqa kirganman va undan keyin уже o'zimning hayot tarzim, ya'ni sayohatlarim, boshqa narsalarni qo'shib qo'yganman. Bo'ldi, mana o'rtoqlar, mana shu уже profilni qadoqlash deyiladi. Ya'ni rasmlaringiz hammasi joyida, o'sha aytganimdek aktualnilar qilingan, описаниялар chiroyli to'ldirilgan, ключевой so'zlar yozilgan. Уже sizning profilingiz mana xudo xolasa ism qilish uchun, ya'ni yuritilish uchun tayyor deb hisoblasak ham bo'lar ekan. Mana o'rtoqlar, Instagram profilini qadoqlash sizlar bilan qisqacha tanishib chiqdik, ba'ziviy o'rganib chiqdik bu narsalarni. Endi kelinglar, sizlar bilan content nimaligi haqida gaplashamiz. Content o'zi nima? Content bu именно Instagramdagi postlar deymizmi, reelslar deymizmi, storieslarmi, shu hammasi orqali obunachilarni, kuzatuvchilarni jalb qilish va shu orqali kompaniyani tanitib, sotuvlarni oshirish. Lekin bu to'g'ridan to'g'ri sotuv reklamasi emas. Content makerlik degani bu aynan shu kontentlar bilan ishlash, reelslar bilan ishlash. Aynan hozirgi paytda content degani ko'pchilik reels tushunadi. Chunki haqiqatda asosiy natija hozirgi paytda shu reelslardan kelyapti, to'g'rimi? YouTube'dagi shortslardan kelyapti. TikTok bo'lishi mumkin bu narsa, to'g'rimi? Ana qiziqarli kontentlar qilish, mana shu hammasi content makerlik deyiladi. Content maker vazifasi, значит, videolar orqali shaxsni, xizmatni, mahsulotni taniltiradi, получается, imijini yaratadi, o'sha sohada mutaxassis degan loyalnessni oshiradi va shu orqali keyinchalik sotuvga olib boradi. Xo'p, kontentda qanaqa turlari bo'ladi? Aslida kontent o'sha boya aytgandek, hammasi kontent. Story qo'ysangiz ham kontent, post qo'ysangiz ham, reels joylasangiz ham, podkastlar olsangiz ham, intervyu bersangiz ham, hammasi aslida kontent. Endi bunga sal chuqurroq nazar soladigan bo'lsak, kontentni biz 4 ta turga ajratishimiz mumkin ekan. Birinchi turi bu sotuv kontenti. Sotuv kontenti degani maqsadingiz qachonki to'g'ridan to'g'ri sotish bo'lsa. Misol uchun mana shu telefonni oladigan bo'lsam, men sotuv kontent qilsam qanaqa qilaman? O'rtoqlar, mana yangi iPhone 17 miz yetib keldi. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ishlatishingiz mumkin. Narxi atiga mana $2000 yoki $2000 misolda, men misol qilaman. Mana shunaqa qilib to'g'ridan to'g'ri mahsulotni reklama qilaman. Bu yaxshi, bu misol uchun yaxshi. Bu faqatgina o'sha mahsulotni olishga tayyor bo'lib turgan odamlarga yaxshi. Ya'ni горячий autor uchun. Lekin siz iPhone'ni faqatgina iPhone olishga tayyor bo'lib turgan odamlarga sotmaysiz-ku. Shunaqa reklama qilishingiz kerakki, iPhone olish niyatida yo'q bo'lgan odam ham o'sha narsani olish xohlasa. Bu content makerlik orqali qilinadi, sotuv kontentlari orqali emas. Sotuv kontenti bu tayyor odamlar uchun. Xo'p, demak, ikkinchi kontent turimiz bu informativ kontent, ya'ni o'sha kontentlar orqali talab yo'q odamga talabni paydo qilish. Misol uchun bu qanaqa bo'ladi informativ kontent? iPhone 17 aytaman. Mana bunaqa ekan o'rtoq, iPhone 17 da men 8 soat ko'proq batareya bilardinglarmi yoki mana bunaqa boshlaymanda. iPhone 17 ni men sizga ushbu top 3 ta funksiyasini aytaman. Birinchisi 8 soat ko'proq zaryadga yetirib berar ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan, masalan, fishkalarni sanab beraman-da. Endi agar siz ham mana shunaqa iPhone qidirayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, biz sizga o'zimiz yetkazib beramiz. Misolda, shu yoq sotuv bo'lishi mumkin. Lekin asosiysi bu yoqda maqsad to'g'ridan to'g'ri sotuv bo'lmayapti. Avvalambor mahsulot haqida informatsiya beraman, to'g'rimi? Uni funksiyalari haqida. Undan keyin уже agar sizga ham kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Bu holatda sotib olish ehtimoli ancha balandroq bo'ladi. Birinchi kontent turini, ya'ni sotuv kontentini bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri targetga yoqishingiz mumkin. Bu faqatgina sotib olishga tayyor bo'lib turgan odamlar uchun. Xo'p, uchinchi kontent turi bu ko'ngilochar kontent, ya'ni bu развлекательный, o'sha kuldiradigan, trendiy bo'lishi mumkin, odamlarga yoqadigan, musiqali, masalan, shunaqa kontentlarga aytiladi. Bu kontentlar juda ham zo'r. Asosan auditoriya bilan sizni yaqinlashtiradi. Hazil huzullar u, hammasi o'sha trendlar u, misol uchun sizni taniltiradi, ishonchi ham oshiradi desak bo'ladi bu narsa. Va asosiysi sizni o'sha yiqqan auditoriyangiz, obunachilar zerikib qolmasligiga olib boradi. Lekin har doim bu narsa sotuvga ta'sir qilmaydi. To'rtinchisi qatnashtiruvchi kontent. Qatnashtiruvchi degani siz to'g'ridan to'g'ri obunachilarni mana shu qo'yayotgan kontentingizda qatnashishini xohlayapsiz. Bu konkurslar bo'lishi mumkin, o'sha giflar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi shaxsan o'zim men gifda qatnashishni maslahat bermayman. Konkurs qilishingiz mumkin. Misol siz mana telefon ishlab chiqarsangiz, o'zingiz telefoningizni tekinga berishingiz mumkin, lekin obunachilar nimadirlar qilish kerak bo'ladi. Masalan, obuna bo'lish kerak, komment yozish kerak, repost qilish kerak, boshqa qilish kerak, shunaqa narsalar bo'lishi mumkin-da. Bu qatnashtiruvchi kontent hisoblanadi. Odamlarni qatnashtirish.
yoki tam siz vыбор qo'yishingiz mumkin. MacBook tanlagan bo'larmidingiz yoki Windows kompyuterini tanlagan bo'larmidingiz? Mana o'rtoqlar bizning do'konimizda mana shu ikkalasi ham bor. Buni funksionali shundaki, buniki bunda. Sizga qaysi biri yoqqan desam, obunachilar qatnashadi va natijada o'zi bilmagan holatda qaysidir bitta kompyuter ko'proq maqtaydi. Va bu yoqda ko'rayotgan odamlar ham albatta bu narsada qatnashadi va qatnashgandan keyin o'zi uchun tasavvurga ega bo'ladi, qaysi kompyuter yaxshiligi haqida va natijada keyinchalik sotib olishi ham mumkin. Nima uchun mana bilsanglar BMW Mercedes degan videolar ko'p chiqadi. BMW yoki Mercedes deydi. To'g'ri, bu narsa hype'da, ikkinchidan odamlarni qatnashtirish. Odamlar o'tda urushadi, men BMWchiman, men Mercedeschiman deydi yoki Barsa yoki Real deydi, bilasizlar. Odamlar ikki xil turga bo'linadi. Xuddi shunaqa misol kimdir Barsa, kimdir Realga bir bilan urushadi, boshqa qiladi va natijada o'sha video ko'tarilib ketadi. Tanilib ketadi o'sha video. Minglab odamlar, millionlab odamlar ko'radi unaqa videolarni. Odamlar qatnashyapti, o'sha videoni olib chiqqan kompaniya tanilyapti. Ya'ni bu qaysidir ma'noda keyinchalik sotuvga olib borishi mumkin. Lekin to'g'ridan-to'g'ri o'sha video bittada sotuvingizni oshirmasligi mumkin. Lekin umumiy hisobda baribir kompaniyangiz yoki brendingizni tanilishiga olib boradi. Bu narsa kerakmi, kerak emasmi? Kerak albatta, lekin har bittasini o'zini ishlatishi limiti bo'ladi. Misol uchun sotuv kontentini siz kamroq qilishingiz kerak. Agar sotuv qilaversangiz, odamlarga bu narsa yoqmaydi. Informativ kontent bemalol ko'proq chiqarishingiz mumkin. Bir oyda misol uchun siz 100 ta demaylik, mayli 10 ta video chiqarsangiz, shu 10 tadan 5 tasi informativ kontent bo'lishi mumkin. Bitta ikkitasi sotuv, bitta ikkitasi qatnashtiruvchi, bitta ikkitasi ko'ngilochar bo'lishi mumkin. Eng asosiysi odamlarga qiymat beradigan kontent bo'lishi kerak. Ya'ni bu informativ kontent. Nimadir foydali ma'lumot berish kerak. Shundagina odamlarda sizga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi, loyallik paydo bo'ladi. Ha, bu ishonchli kompaniya ekan yoki ishonchli ekspert ekan degan odamlarda fikr tug'iladi. Mana o'rtoqlar, kontent turlarini sizlar bilan o'rganib oldik, kontent nimaligini tushunib oldik. Endi bularni siz qanaqa yaratishni o'sha kurslarda o'rganishingiz mumkin, chunki bu juda ham chuqur narsa. Buni YouTube'da shunchaki o'rgatib bo'lmaydi. Juda ham katta mavzu. Lekin asosiysi siz kontent turlarini va qanaqa qilib kompaniyani rivojlantirish kerakligini tushunib oldingiz. Xo'p, endi bu kontent uchun g'oyalarni qayerdan olaman deyishingiz mumkin. Misol uchun g'oyalar tugaydi baribir, misol odam o'ylayversa. To'g'ri, o'shaning uchun ChatGPT bor. Shuning uchun sizga ChatGPT dan foydalanishni juda ham maslahat beraman. Ko'pchilik biladi, ChatGPT bu o'sha sun'iy intellekt. Bepul, prinsipiy bepul variantidan bemalol foydalanishingiz mumkin. Pulli versiyalari ham bor, lekin bizga bemalol yetib ortadi. Bepul versiyasini o'zi. Tayyor bo'lsanglar, men sizlarga hozir buni qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Xo'p, o'rtoqlar, kelinglar, endi sizlarga qanaqa qilib kontentlar uchun, o'sha reelslar uchun g'oya olishni eng oddiy yo'lini o'rgatib qo'yaman. Mana chatgpt.com deb kirasizlar va mana bu yerga o'zingizlarning kompaniyalarni yozasizlar. Misol uchun, sizda gul do'koni bor, to'g'rimi? Toshkentda, mana yozishingiz mumkin. Agar Toshkentda bo'lsa, aytaylik. Toshkentning markazida premium klassdagi qimmat gul sotadigan do'konim bor. Menga reels uchun mavzular ber, content reja ko'rinishida va jadval ko'rinishida deyishim mumkin. Endi men qisqacharoq qildim. Buni boyitishingiz mumkin. ChatGPT ham juda ham chuqur narsa. Buni bitta videoda men sizga tushuntirib qo'yishim amri mahol. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkinki, bu sizga uje mana variantlar beryapti. Mana do'konni ichki ko'rinishini oling deyapti. Mana slow motionda zal, buketlar, yorug'lik bilan ko'rsating deyapti. Premium buketni yasash jarayonini ko'rsating deyapti. Ustoz florist gulni kesib, o'rab, mana qilib bersin deyapti. Qimmat gullarni detali deyapti. Misol uchun 2+1 aksiyasi, yetkazib berish mashinasi, mijoz buketni qabul qilishi, erkaklar uchun maslahatlar. Mana misol uchun gul tanlashdagi ayollar reaksiyasi, buketni parvarish qilish sirlari. Mana ko'rasizlar, zo'r g'oyalar beryapti bizga kontent uchun, ya'ni Instagramga qo'yishimiz uchun. Mana bizga hozirda o'zida qarang nechta 30 ta g'oya berdi. Mana shu 30 ta g'oyani ichida o'zimizga yoqqanini olamiz, syomka qilamiz, gapiramiz, bo'ldi, Instagramga qo'yaverasiz. Shu bilan qarabsizki, videolaringiz agar haqiqatda yaxshi g'oyalar bo'lsa, rekomendatsiyaga chiqib ketadi, uchib ketadi va ana kuchli mutaxassisga aylandingiz desak ham bo'ladi keyin. Xo'p, o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar, juda ham oson. O'ylaymanki, bugungi darsimiz sizlarga foydali bo'ldi. Kim bundan oldingi darsni birinchi qismini ko'rmagan bo'lsa, albatta o'tib, o'sha birinchi qismini ko'ringlar va bundan keyingi chiqadigan qismlarni albatta ko'rib boringlar. Hali oldinda bizda yana 6 ta darsimiz bor. Aynan shunaqa go'shtli ma'lumotlarni sizlar uchun tayyorlab qo'yganman. O'tkazib olmanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.